Hop, Bobur Yoqubovdan ko'ramizmi? Keyingi savolni muallifini kim aniqlaydi? Marhamat. Ilgizbek Shomirzayev, Qirg'iziston Respublikasi O'sh shahridan. Demak, Ilgizbekni bizga ilgari ham yozgan bu yigit. Qirg'iz tili o'qituvchisi, zakovat o'yinini juda ipidan iynasigacha biladi, hammalarning ism familiyalargacha taniydi. Hammalar haqida bemalol ma'lumot bera oladigan darajadagi zakovatning muxlisi. 1649-yil 30-yanvar kuni Buyuk Britaniya qiroli Karl I inqilobchilar tomonidan mahv etiladi. Keyin Londonning markaziy maydonida omma oldida boshi tanidan judo qilinmoqchi bo'ladi. O'lim oldidan qanday talabing bor deb so'rashganda issiqroq kiyim kiygizishlarini so'raydi. Diqqat savol. Nega qalin kiyim so'ragan vaqt ketdi? Hurmatli boshlovchi, bizda muddatdan oldin javob bor. Agar ruxsat bersangiz, Ulug'bek Qulmurodov. Endi shu yo'lga o'tdingizmi, Ulug'bek? Shunaqa qilmasak bular yo o'zgartirib yuborishyapti, yo boshqa variant berib qo'yapmiz, javob berib qo'yapmiz. Marhamat. Demak, qirol kiyim, qalinroq kiyim so'rashining sababi u tanasi qo'rquvdan qaltirayotganligini omma ko'rishini xohlamagan. O'zini o'sha mard g'ururini shu narsaga yo'l qo'ymagan. Qo'rquvini ko'rsatmaslik uchun u va qabul qildik. Qaltiramayotganligini bildirmaslik uchun. Qabul qildik va aniq javobga o'tamiz. Odatda qatlga bitta ko'ylakni olib chiqishadi. Bu voqea 30-yanvar qahraton qish faslida ro'y beryapti. Sovuqda odamning tanasi titraydi. Atrofda to'plangan xalq qirolning titrashini ko'rib, o'limdan qo'rqayapti deb o'ylamaslik uchun qalin kiyim so'ragan. Aferin Ulug'bek. Shunaqa dangal bo'ling, to'g'ri hisob. Eng yaxshi savol qaysi bo'ldi? Aniqlaylik. Eng faol bilimdonni ham aniqlaymiz. Bugun haqiqiy faollikka loyiq o'yin bo'ldi. O'shdan ekan o'sha savol yoqdi. Haqiqatan qiziqarliroq. Ilgizbek Shomirzayev savollarni e'tirof etamiz. 5 million so'm bilan taqdirlaymiz. Ilgizbek, yuqoridagi telefon raqami berilgan, siz ham qo'ng'iroq qilib, qanday va qaysi yo'sinda olishni kelishib olasiz. Eng faol bilimdon bugun